Turkiya bo'ylab sayohatim tugadi va men 9 kun davomida Turkiyaning 3 ta shahrida bo'ldim. Bular Istanbul, Kapadokiya va Antaliya. Birinchi bo'lib Turkiyaning ob-havosidan boshlayman. Sentyabr oyi Turkiyaga sayohat qilish uchun eng ideal oy deb hisobladim. Nimaga? Chunki Istanbulda va Kapadokiyada sizda ekskursiyalar bo'ladi. Ekskursiya uchun bunaqa havo zo'r havo. Antaliyada ham havo zo'r, cho'miladigan havo. Suv harorati ham +25 gradus. Istanbulda men qatlada bo'ldim. Istanbulda o'sha ko'pchilik turistlarimiz bilgan lokatsiyalar, ya'ni klassik Istanbul. Men bo'ldim Sultonahmetda, Sulton Suleymanda, Topkapida va Agia Sofiyada. Albatta, Sulton Suleymanning sevimli ayoli Hürrem sultonni va uni qizi Mehrimah sultonning ham qabrlarini ziyorat qildim. Keyin Kapadokiya mani orzuyimdagi shahar bu. Men Turkiyaga Kapadokiya uchun keldim. Kapadokiya o'zini воздушный sharlari, yana g'or ichidagi, ya'ni tog' ichidagi uylar va mehmonxonalari bilan mashhur. Men Kapadokiyani tavsiya qilaman o'sha tarixi yaxshi ko'radigan, yana tog'larni yaxshi ko'radigan turistlarga. Kapadokiya haqida gap bo'lishi mumkin emas, ayniqsa tongda soat 4:30da воздушный sharda yuqoridan Kapadokiyani tomosha qilish zo'r, judayam chiroyli. Buni emotsiyasini men sizga yetkazib bera olmayman, buni ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Va Antaliya doimgidek o'sha plyajni yaxshi ko'ruvchi turistlar uchun bu zo'r, chunki Antaliyada plyaj, dengiz, quyosh, toza havo va mazza qilib dam olish. Turkiyada ovqatlanish qanaqa narxlari bilan sizni tanishtiraman. Istanbulda bir mahal ovqatlanish bir kishiga o'sha ko'cha ovqati $10 to'g'ri keldi. Kapadokiyada ovqatlanish bir kishiga bir mahal $6 to'g'ri keladi. Albatta, Turkiyada har xil kafe, restoranlar bor, ya'ni arzoni ham bor, qimmati ham bor. Tanlov sizda. Keyin Turkiya odamlari haqida aytmoqchiman. Turkiya bu musulmon davlat va odamlari juda ham yaxshi. Avvalgi videolarimda aytganimdek, muomalangizga qarab muomala qilishadi. Siz yaxshi gapirsangiz yaxshi javob olasiz, yomon gapirsangiz albatta unga ham javob olasiz. Turkiya tinch davlat va turistlar uchun hech qanaqa xavf-xatar yo'q. Ya'ni o'g'irliklar yoki turistlarning tinchligini buzadigan hech qanaqa holat men ko'rmadim. Va men Turkiyada birinchi marta emas, avval ham kelganman. O'sha kelib ketganimdan keyin Turkiyada ancha yaxshi o'zgarishlar bo'lgan va Turkiyaga men 5+ qo'ydim. Agarda siz hali sayohatga chiqmagan bo'lsangiz va sayohatga chiqishni rejalashtirayotgan va qaysi davlatga chiqishni bilmayotgan bo'lsangiz, sizga men Turkiyaga kelishingizni tavsiya qilaman. Va albatta mutaxassis sifatida yana sizga tavsiya qilamanki, ekskursion tur paketlardan boshlang. Nima uchun? Chunki ekskursion tur paketlarda siz bittada 3 ta 4 ta shaharda bo'lasiz va o'zingiz uchun qaysi biri ma'qulligini ajrata olasiz. Ya'ni biz mutaxassislar bu dam olishni, ya'ni sayohatni 2 turga bo'lamiz. Bittasi aktivniy otiq, bittasi passivniy otiq. Aktivniy otiqda ko'proq sizda ekskursiyalar, shaharlar bo'ladi. Passivniy otiqda bo'lsa, hali aytganimdek, dengiz, quyosh va plyaj. Sizga mutaxassis sifatida birinchi bo'lib, agar hech qayerga chiqmagan bo'lsangiz, endi sayohat boshlamoqchi bo'lsangiz, Turkiyani maslahat beraman. Chunki afsuslanmaysiz.